For me to'g'rimi yoki to me mi? Balki ingliz tili o'qituvchingiz hali buni sizga tushuntirmagandir. Hozir tushunib olasiz. To me biror bir narsa haqida aynan biz o'zimiz qanaqa fikrda ekanligimizni ko'rsatishda ishlatiladi. Masalan, mobilografiya men uchun oson tuyuladi. This job is easy to me yoki bo'lmasam she is very beautiful girl to me. Men uchun meni nuqtai nazarimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, u juda ham chiroyli qiz. Qolganlarning fikrini bilmadim. For me bo'ladigan bo'lsa, biror bir narsa siz uchun foydali yoki foydasizligi, sizni qobiliyatlaringizga mos yoki mosmasligi yoki jismoniy holatingizga, jismoniy faktorlarga ko'ra sizga tushadimi yoki yo'q, shu vaziyatlarda ishlatiladi. Masalan, this t-shirt is not for me. Bu futbolka men uchun emas. Balki uni o'lchami tushmas menga, balki rangi to'g'ri kelmas. For example, to get B2 in multi-level exam is easy for me. Multi-level imtihonidan B2 olish men uchun oson. Ya'ni mening ingliz tilida bilish darajam, qobiliyatimga ko'ra this is easy for me. Men uchun oson. It's not what I think. It's just what it is. It's a fact. Agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, ekrandagi mana bu gapda to me to'g'ri keladimi yoki for me mi yozib qoldiring. Stay sharp and follow for more.